Bu yetib qolgan va chiqariladigan qizlaringiz bo'lsa, aynan shu video sizlarga kerak bo'lib qoladi. Sahrangizni qilib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Sarpolariga har xil kiyimlar qilmasdan mana shunaqangi bitta Turbo Smart Veleda shobrasini olib qo'ysalaring, og'irini yengil qilib, umuman qo'lini sovuq suvlarga tiqmaydi. Mana shunaqangi 3 talik gubkali latta bor. Bu masalan stollarda artasiz, o'zidan 3 barobar og'irlik suvni o'ziga shimib oladi va uni gubka qilib ham ishlasangiz bo'ladi. Juda ham tez quriydi. Shunaqangi universal va mana shunaqa antibakterial gubkani oldim. Har doim sotib olaman. Teshikchalarni evaziga u juda ham tez quriydi va o'zida mikroblarni ko'paytirishini oldini oladi va menga juda ham yoqadi. O'zidan yupqagina bo'lsa ham, rosa ham ko'p hosil qiladi. Butun uyingizga ishlatsangiz bo'ladi. Bu zangori spetsial idish tovoqlar uchun eslaringda qolsin. 3 talik mana shunaqangi to'plam bo'ladi. Veledadan buni hamma joylaringga ishlatsalaring bo'ladi. Juda ham tez quriydi va razmerini ko'rsam juda ham katta. Veledani Active Fiber Soft mana shu 4 talik to'plamli lattalarini juda sevaman. Yana yangi oldim. Magazinga kirganimda ularda o'zi 2-3 yildan bas ishlataman va bu perchatkasi alohida tema. Ishqilish qulay va qo'llari serpanib ketmaydi. Bu mahsulotlar hamma uy bekani uyida bo'lishi kerak.